Jigarlar, PUBG Mobile o'zini Nation Cup turniriga registratsiyani ochdi. Qanday qilib registratsiyadan o'taman deysizmi? Ekranga yaqinroq keling, men buni tushuntiraman. Jigarlar, o'ng tarafdagi nastroyka bo'limidan turnir yozuvini topib olamiz va ustiga bosib kiramiz. Kirganimizdan keyin xuddi shunday sariq yozuvda mintaqani tanlash degan chiqadi, ya'ni O'zbekistonni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana O'zbekiston tanlab oldik. 3 sekunddagi OK yozuvi chiqadi va bosganimizdan keyin jamoani yaratishimiz kerak bo'ladi. Keladigan bo'lsak, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan jamoalarning ro'yxati. Xo'p, o'ng tarafda jamoa yaratish tugmasini bosamiz. Agar registratsiyadan o'tishdan oldin men sizlarga o'z Telegram kanalimni tavsiya etaman. Telegram kanalimda TDM turnirlari, klassik lobbilar, UCL lobbilarni o'tkazyapman. Bundan keyin qiladigan ishimiz o'ng tarafda tepada yozuvga o'zimizni klanimiz nomini yoki o'zimiz xohlagan nomni kiritish bo'ladi. Chap tarafdagi yozuv bo'lsa, u prosta tag yozmasalang ham bo'ladi, yozsalang bo'ladi. Masalan, o'zbeklar, har xil shiorlar. Keyin registratsiya tugmasini bosamiz. Registratsiya tugmasidan keyin mana bizning registratsiyamiz o'tdi. Xo'p, jigarlar, oxirgi qiladigan ishimiz do'stlarimizni taklif qilish. O'ng tarafda pastda qo'shilishga taklif qilishni bosamiz va chap tarafdagi silkani o'z do'stimizga jo'natamiz. Tatib o'taman jigarlar, bu registratsiya 17 kun davom etadi. 17 kundan keyin yopiladi. PUBG Mobile o'zining ofitsial turnirini prizli qilib o'tkazyapti. Tezroq shoshiling.